Barchaga salom sizlar bilan bugun men o'sha Sardor Minecraft. Bugun do'stlar biz koddir o'ynab qiziqarli zavqlanib do'stlar mazza qilib o'ynamoqchimiz do'stlar. Video boshlandi bo'ldi. Vay do'stlar, yo'q nima qilmaydi. Kadar qalqon mana ular qara. Mal do'stlar hammangiz turadi. Va do'stlar ularni eng kuchli botlar qilganlar. Shuning uchun juda ham qiyin bo'ladi. Shuni hozir keladi. Yaxshi. Do'stlar qanday qilib 3 kishi bo'lib o'tyapti hozir mana. Qani edi? Amanda yo'q. Qani edi ular? O'lib ketdi shekilli. Do'stlar nega 3 kishi bo'lib o'tyapti? Do'stlar menimcha zona almashtirish kerak. Sizlarga kontra o'ynaganlar bo'lsa komment yozib qo'yinglar. Menga do'stlar pichoq. Hop, knife. Race, modi. Capture the flag o'ynab ko'ramiz do'stlar Winterda. Hop. Sizlar qani ketdik. Buni adashmasam bayroqdi. O borib nega bunchalik yaqin? Red flag taken. Do'stlar nega bular bunchalik ko'p? Qani what? Lekin hozircha yaxshigina ko'p kill qildik. Deshmasam 5 ta. Ular ham eng kuchli bot qo'yib qo'ygan. Do'stlar, Sen o'lmasdan o'ynashga harakat qilamiz. O'lmasdan. Neresidan o'ynayapmiz? Qarang. Hali ketdik zo'ramiz. Nega men bitta o'qda o'lib qolyapman? Ya shunaqamidi bu? Bitta o'qda o'laman. Yo'q, buni olmas. Xalas bo'lgan yaxshi. Mana do'stlar, xalaslik. Sabab bo'lsa Blue flag taken. Vay do'stlar. Ha, bo'ldi do'stlar, menimcha bu juda ham tez o'ladigan rejim bo'lib qoldimi yo menimcha. Negadir hamma juda ham tez o'lib ketyapti. Yo o'yinni o'zi shunaqamidi. Menga yaxshiroq qurol kerak.
Ha bo'ldi. Menimcha ularni vayron bo'lish. Maqsad shundan iborat. Red flag taken. Blue flag taken. Blue flag returned. Blue team is the winner. Do'stlar, uni bayroqni olish kerak ekanlarga. Uni o'zimizni bazaga qo'yish kerak ekan. Bu maqsad shu. Do'stlar, o'ldirolmay qoldim. Lekin jon yaxshigina ko'p ketdi. Bo'ldi, tushundim. Mana bayroqni olamiz dagin. O'zimiz bazaga qo'yamiz, bo'ldi shu. Faqat ular bizdan ko'p, 5 kishi ko'p. Lekin men ularni 5 kishini bosaman. Yozlar. Yemayo. Do'stlar, mana yonib o'tib ketdimi? Bittasi. Mana stel degani. Do'stlar, keling, boshqa o'yinlar o'ynab ko'ramizlar, menga zerikib qoldinglar. O'lganimga. Hop, nega asosan desert o'ynuyor. Factory o'ynab turamiz. Zombie. Knives. Mod. Zombie modi mana ay yo'q. Sar chiqamiz, boshqatdan kirish kerak. Nima factory. Nima bo'ldi? Yana xato qildim do'stlar. Class zombie modi class 5 ta zombi yetadi menimcha. Xo'p. 5 foiz. Bunlar zombilar ko'payib ketdi. Do'stlar, bilganlar biladi, zombilar yana qaytadan tirilaveradi. Zombi ketyapmiz, mana zombi mana orqasida. Bular joni normal. Voy. Do'stlar, lekin xavotir olmaslik kerak. Biz baribir tirilarmiz. Bular dahshat 22 ta. Biz 3 tamiz. Biz o'ynashga harakat qilamiz. O'lish masalasi chatni. Pichoqlari bo'ldi. O'lib ketamiz. Mashudan kirsak, odamlar yo'qmi? Odamlar haqida yo'q. Odamlar yo'q. Bu ana topdim. O'tmaslik kerak. O'lish qayerda? Oh my god. Tirilyapmiz-ku. Desam tirilayotgan ekanmiz. Odamlar bir o'zini kamaytirish kerak bizda. Chunki o'ldirib tashlashyapti. Tezroq o'yin boshlansa edi. Biz kun bo'ladi. 22 edi. Bir labirint o'zi ekan. Va bo'ldi, topdim. Yarim chiqsa bo'ladi. O't. Menga xavotirga hojat yo'q. Biz yana tirilamiz. Kutamiz. Hali bu boshlanishi do'stlar. Hozir biz yana tirilib, hozir hammayni. Ana bittamiz tirildi do'stlar. Hali do'stlar, shu darajada
Nega bu o'lmaydi? Pro Slayer. Mayli do'stlar, biz barg'osda to'xtamay ozormay ko'rdimi? Ur. Yaxshi bittasini bo'ldi. Hali ko'rasizlar, hozircha oson bo'layotgandir. Hali shunchalik ko'p kelamiz. Yollayib. Tirilishga ham qo'ymaydi bular. Shakitga nima bo'lgan? Uri. Hozir tirilganimiz ishlari ko'rib qolamiz. Volda ko'payishni boshladik. Do'stlar, dahshatli darajada qiyin-ku. Do'stlar, keling. Do'stlar, videoni shu yerda tugatamiz. Kanalga like bosib qo'yishni unutmanglar. Videoni ikkinchi qismi ham chiqadi qachondir. Barchangizga xayr do'stlar.